nomerdagi chempion toyimiz. Maşallah. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli ot shaydolari, bizni Abakan Ayg'iri kanaliga xush kelibsizlar. Allohga hamd bo'lsin. Mana qish fasliga ham yetib keldik. Qorlar yog'ishni boshladi. Oppoq qor. Ko'rsanglar qalblaringlar ham oqarib ketadi bir. Kayfiyatlar ko'tarilib oliy darajada ketadi. Bugungi ish faoliyatimiz shu darajada men sizlarga quvonch bilan gapirayotganligimiz sababi bu Hakasiyaning nomini, Abakanning nomini, Abakanda chiqib ketgan otlarning nomini, dovrug'ini butun O'rta Osiyoga tanitgan chempion laqablik otni uyriga ketyapmiz. O'tgan yil ham bu uyridan biz olganmiz otlarni, toylarini, pulunlarini. Lekin o'tgan yilgidan ko'ra bu yilda ko'proq pulun tushgan. O'tgan yil bir 8 boshmikin tushdi. Bir shu yer atroflarga bir kasallik kelib, biyalar shu bola solib ko'p biyalar solib qo'ygan ekan. Oz miqdorda toylar tushgan ekan. Lekin ularning ichida ham yaxshi toylar chiqqan. Alhamdulillah. Bir yilgi mavsumda bir 30 boshdan oshiqroq urg'achi erkak bo'lib toylar tushgan. Endi toylar ham hali biyalar damalganini hisobatiga bir yilgi toylar juda ham buni otvoz akalarimiz yaxshi biladi. Juda ham bir baquvvat, chiroyli kelishgan. Sababi o'tgan yilda bu biyalar haligi bola solib qo'ygandan keyin bolasini emizmaganda qornidagi bolani juda ham bir yaxshi katta qilganligi uchun ko'p toylari aksari juda ham o'zgacha tushgan. Bu toylardan 2-3 marta biz YouTube'larga qo'yib, yozlarda kelib tanlab olib ko'rsatib, ko'p aka-ukalarimizga sotdik. Hozir ko'p aka-ukalarimiz bularning pullarini 100% to'lab yo'l kirlargacha berib qo'ygan. Juda ham bir intiqlik bilan uydagilar bilan kutyapti. Bundan xabarimiz bor va biz ham omonatga xiyonat qilmagan holatda, mahkam turgan holatda sizlarni bizga bo'lgan ishonchinglarni oqlashlik uchun bor tish tirnog'imiz bilan va o'zimni atrofimda turgan komanda deb qo'yadi. Qo'l ostida ishlayotgan bolalar, yonimda turgan ukalar, o'g'illarim bilan qattiq harakatdamiz. Hozir chempion uyriga mana kelyapmiz. Bu yerda suhbatimizni davom ettiramiz. Bizlarni kuzatinglar, bizlarga duolaringlarni ayamanglar, bizlarga podpisatsiya, like, bu video roliklar atroflarga keng tarqalishligi uchun o'z yordaminglarni ham ayamanglar va bizlardan eng asosiysi toylar sotib olinglar. Toylar sotmagan aka-ukalarimiz niyat qilib qo'yinglar. Sababi niyat qilinsanglar, Alloh xolis niyatni bugun bo'lmasa ertami kech yetkazadi. Hozir biz yo'limizda davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana yaqinlashib qoldik yo'llarimizga, manzillarimizga. Novotroyskiy degan yerga keldik. Chempion uyriga keldik mana. Mana shu qishloqdan, Mash tomondagi keng daladan chiqqan uyri. Endi chempion o'z davrida rosa chopgan, jonivor. Mana hozir ashaga borib chempion uyda olamiz. Inshaalloh. Mana asta-sekin kirib ketyapmiz. Qorlar juda ham yoqqan, lekin ob-havolarimiz mo'tadil sovuq. Hali mo'tadil yoz bo'lganda, mo'tadil qish boshlandi bizda. Barchalarni taklif qilamiz. Kelinglar, biz Abakan shahrimizga kelinglar. Hakasiyalarni shunaqa qilib o'tgangi safar bir og'aynim, bir o'sgan og'aynim keldi Mirzohidjon. Maza qilib ketdi. Keyin ketgandan keyin bir qattiq ta'sirotlar qoldi. Telefon qildi. Hoji aka deydi, "Men bekarga olibman" deydi, yana bir kapni yuboribman deydi. Yuravur desam ketib qoldi o'zi. Shuni singari kelsanglar, sizlarni ham aylantirib, akalar, ukalar, bemalol kelinglar. Biz eshiklarimiz, sizlar uchun qo'ralarimiz, yurtimiz, shahrimiz ochiq. Marhamat, kelinglar. Kelsanglar, mana bu yerlarda ruskiy bannerlar ham. Inshaalloh, mana kelib qoldik. Manzilga otlaymiz, zakonni tush. Bismillah, mana toylar bo'lindi. Bu yerda 33 bosh. Hozir bundan 3 bosh maydalarni chiqartiramiz. 30 boshini alohida qilamiz. Maşallah, bu mayda. Bu yerda ko'p toylarimiz sotilgan. Sababi yozi bilan sotganimiz. Qolganlarni yana sotiladi. Mana shu 5 qashqa Saydullo degan Navoiylik ukamizga. Saydullo bu yerdan 3 toy olgan. Yana Noqotli O'marjonniki mana 5 qashqa. Choh jonivor. Mana shu 5 qashqa O'marjonniki. Yonidagi 5 qashqa sotiladi. 5 qashqa sotiladi. Bu ko'kam sotilgan, Samarqandga sotilgan. 5 qashqa shu O'marjonniki, mana 5 qashqa Navoiylik Saydullodiki.
Canavar. Mana urg'achini ham o'zimga olib, buniki menga bering deb turib oldi. Maşallah. Haj canavar. Mana shu 5 qashqani ham Saydullo oldi. Sotiladi. Ularni alohida videolarga tortamni alohida qilib, albatta aloqaga chiqsanglar, sizlarga inshaalloh beraman. Kichkina ekan, ularni chiqarib olamiz, xulos. Maşallah, maşallah. Haccasini bir yuklaymiz. Bitnasini yo'q. 15 tane bir yuklaymiz. Mana 15 tane kelib ketamiz. Canavorlar, dovushingda. Burilib ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli ot shaydollar, mana kirdik. Tabonni ichiga kirdik. Bu yerdan 30 bosh toylarni tanlab oldik. Ularning ichida asosan 25 bosh erkak va 5 bosh urg'ochi toylar. Mo qaranglar, mo biyan qaranglar, mo qora biyan. Canavar, mo biyan qaranglar. Mana biyamisan bi ekan. Maşallah deb qaslar akalar. Bu canavorlar hozir onalar bolalardan ajradi. Bular endi mana dam oladi. Bu yerda tozaqon Vladimirskiy poroda ko'proq aralashgan. Shuning uchun bularni chopishi yaxshi, o'zgacha. Ana biyani qaranglar. Maşallah, maşallah. Hozir ona biyani ko'rsataman sizlarga. Canavar shunaqa ham bo'ladi. Mana biyani, maşallah. Alloh shamlarni qilmagan. Canavar. Mana shu bir yilga qulun mana shu ketayotgan urg'och o'ziga yo'q qoldi. Mana o'ziga yo'q qoldi. Mana bu burul biyadan keldi. Maşallah. Bu yerda toylarni tozalab oldik, shu 30 bosh chiqdi. Sababi yaxshi biyalar. Bu yerda naq atborishni deydi. Tanlab qoldirib shunday qilgan biyalar. Masalan, aloqaga chiqinglar akalar. Mana shu mashhur chempion Otabek Umarovdan chiqqan chempion degan ayg'ir yuzi mana qarang, maqulun. Mana shu bir qulun 5-6 oylik atrofidagi 1,5 yashar otlarga teng kelyapti. Hozir naryoqda yarmini bo'lib yuklayapmiz va yarmini yana qilamiz. Bir yilga savdoyimiz juda ham bir o'zgacha zo'r bo'lyapti. Qo'ralarimiz ham sharoitlari yaxshi bo'lgan. Mana shu bir yarim o'tganda so'radim. Hozir yana ketishdan oldin bir so'rab ko'raman, beradim, bermaydim. Bu tug'mayapti ekan bu biya, qochmayapti ekan. Men qo'yib kelib ber deymanda. Toylarni yuklab yo'lda o'zimizni quramizga kelyapmiz. Abakan ayg'ir otxonasiga kelyapmiz. Sizlarning omonatlaringlar va ularning ichida yana sotiladiganlari bor. Chempion yuridan 30 nafar oldik. Buni 15 nafardan 15 boshdan ortib olib kelyapmiz. Sababi toylar juda katta bo'lib ketgan. 1,5 yashar toylarga teng kelib ketganlari bor ichidachi. Ayniqsa Saydullo degan ukamizniki 5 qashqa qorasi, Navoiyli ukamizniki, Yo'qotiyali Umarjon degan ukamizniki, Baxtiyorjon ukamizniki, maşallah. Endi aytsam hammalar atinglarni birma-bir aytib chiqsam, aytgudek juda chiroyli toylarni olgansizlar. Shuning uchun birdaniga 30 bosh bu mashinamizga sig'maydi ekan. 20 bosh ham tiqilib qolar ekan. Shuning uchun yengil bo'lsin, yo'llarda urinib qolmasin deb masofamiz shu turgan yerimizda chempion uyimizga 150-170 kilometr atrofida bor, chamasida. Shuni olib kelyapmiz. Hozir mana birinchi reysni olib kelyapmiz. Ularni tushirib, yana Alloh nasib etsa ikkinchi reysga boramiz. Bizni kuzatinglar. Podpisatsiya, like, o'z fikr mulohazalaringlar. Mo olakan va lo'milakan ham shu Gurzovoy mashinada kelyapmiz. Qo'ymisan to'y ekan, ha? Toylar, kechakiyan toylar. Baytar. Yan baytar. Mana Otajon kanik. To'riq. Yondagi to'riq sotiladi. Maşallah. Şöyle. Ana çempiyon. Bu hal Dilshod berdik. Buxorolik ukamizniki. Maşallah. Mana Saydullo sizniki. Navoiyli ukamiz oldi mana shu. Canavar. Maşallah.
Baxtiyorjonlik. Maşallah. Qani. Şu orqasida to'liq sotiladi. Hozir ikkinchi restoranga kiramiz, to'liq sotiladi. Hop ketdik. İkinci restoranga keldik. Ochilishyapti mana. Vallahi shunaqa sharoitlarni qilishdi mana. Biz ayol xonamizda. Bona eshigini ochib. Kechki ko'rinish. Hozir chempionni ikkinchi restoranga tushiramiz. Ya'ni ikkita toy qolib ketdi, Botirjon toyi. Uni erta bilan borib kelamiz. Joyida turmadi u. Jonivor tushib boshladi. Jonivorlar qorong'iga qolib ketishdi. Qolgani tushmayapti, tushadi hozir. Ha, jonivorlar. Saydulloh 5 qashqasi. Maşallah. Ha, jonivorlar. Ha, bölüp olamiz hozir aka mana 5 qashqa. Ularjon ovqatli ekanlik. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci gün bugün chempionning uyini tashiyapmiz. Bu yerdan 28 bosh erkak urg'ochi qilib tanlab olganmiz. Ularning ichidan deyarli yarmini sotganmiz. Kecha kuni o'sha Botirjon deb ukaga sotgan qora toyimiz maşallah bir yerdan kelinglar. Jonivorlar. Mana bu yerdan kelinglar. Subhanalloh. Mana shu qora toy. Buzib, hamma yo'lda buzib. Onasini qaranglar, jayronni. Maşallah. Maşallah, orqa ikkita putida oqi bor. Qora toy buzib, hamma yo'lda. Bizni ham kechga qo'ydi. 3 marta 3 yerdan urib chiqib ketdi. Yuragi ham juda ham baquvvat ot ekan. Mana. Mana ko'rlarchi toyni. Ukamizga sotganmiz. Ukamiz olgan. Shu toy hech eplab olib chiqib olmadik. Qorong'i bo'lib ketdi. Keyin qo'yib olib ketaverdik. Hozir endi qaytadan keldik. Mana hozir yana buzgan yerlarni o'nglab nasib ekanda mana ko'ringlar, bu yerlarda kunduzida yorug'da bir ko'rishdik. Mana bu yerdan keldik. Maşallah. Bular 75 plus bir yerlar. Bu uylardan barisi tanlanib qolgan bir yerlar ekan. Bu yerlarda bolalarni nasib uchun 28 bosh oldik bu yerdan. O'tgan yili 8 bosh oldik. Bu yil 28 bosh oldik. Mana bu yerlarni qaranglar. Shular bolalarni olib chiqib ketdi. Mana qaranglar, garban o'sha ekan. Bu yer jonivor kalladan keldilar. Mana bolalarni oldi, yerimlar to'liq qoldi. Ko'ringlarchi. Hozir endi ikkita toyni ajratib bo'lib, yuklar ochib ketamiz. Bu urg'ochi bir o'ziga bir 7-8 urg'ochilarni olib qoldi. Qolganini bizga berdi. Maşallah. Kechqurun qorong'ida bitta kichikroq toy qo'shilib ketdi, uni chiqarib olib keldik qaytarib. Mana Botirjon shu qora toyini deb keldi yana. Yana omonatini. Maşallah. Ha jonivor chempion. Nihoyat yushladik ikkita toyda, juda ham qiynaldik. Deyarli 2 soat vaqtimiz ketdi Botirjon. Biz rozimiz, siz ham rozi bo'ling. Siz toyingizni yuklaymiz deb. Uka, endi xudo xolasa keyingi yo'nalishimiz Jenyaning uyisiga boramiz. Bizni kuzating. 149-toyimiz. Jonivor. Maşallah. 130-nomeri. 131-toyimiz. Maşallah, jonivor. Voy jonivor. Maşallah. 146-toyimiz. 5 qo'shqi. 144-toyimiz. Maşallah. 136-toyimiz. Jonivor. Yomon ekan o'zi. Maşallah. 143-nomerdagi erkak toyimiz. Jonivor. To'ralab to'q ekan o'zi.